Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi zakasimiz ham Andijon viloyati, Andijon shahar Kichik Osmaga qo'ydik. To'rt metrli joy, mo'yka, parnis stoyka, rossiyskiy laminatdan bo'ldi bu. Kafellar o'zimizdan, mo'yka semisitel, gazlari ham bo'ldi. Maga mikrovolnovka, duxovka ham joylab ketdik. Tepasiga ham mana kattagina polkalar bo'ldi. Katta idishlarni qo'yilaveradi. Pastiga ham montkosqon nima qo'yilaveradigan bo'ldi. Katta idishlar. Rossiyskiy laminat chekalari plasmassa bo'ldi. PH заводской. Buyurtma belgilar yasab beramiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib sog' bo'linglar, hurmatli obunachilar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.